Muskning boyligi 600 milliard dollardan oshdi. Bu haqda Forbes nashri Tavba qildim. Shuncha pulni nima qilar ekan? Shu $1000 so'rasam berib turamikin shu bola. Assalomu alaykum ustoz. Bugun biza darsga kech qoldik. Shuni aybimizni o'zimizni tan olish uchun keldik. Bizani jazolang tez. Jinni pinni bo'lib qolmadilar. Sen bundoq qilganlaring o'zlaring kelasanlar. Nima dars edi? Ingliz tili. Ingliz tili qana? Ingliz tilidan q harfini ham bilmaysan-ku, Samandar. Harfi yo'q ingliz tilida. Bor. Men o'zim ko'rganman uni. Yo'q, ustoz, qarab ko'ring yaxshilab. To'xta, qara, boshim qotirmalaring. Samandar, men senga bitta savol beraman. Savolimga javob bergin. Samandar, do you speak English? Ha? Bilmaysan. Rahmatjon, do you speak English? Yes, I on the English post is out. Kimya ot int and the like. Nima deganingni hozir o'zing ham bilmaysan-ku. Cho'tki bilaman ustoz. Yaxshimisiz dedim. Aldamagin, aldaysan-ku Rahmatjon. Aldayapti-ku, to'g'rimi Sardor? Samandar qichini urmagin, nima qilyapsan? Allergiya berib tashyapti ustoz, nima qilay? Qanaqa allergiya? Odam cho'milib yurish kerak. Allergiya deysan, borlaring darsingga, nima dars keyingisi? Rus tili. Rus tili. Ha. Bor tez darslaringga. Menda ham boshlandi. Yuqumlida shu allergiya. Qalaysan? Zo'r o'zingchi. Bugun vaqting bormi? Bugun azing ishim bor edi. Menga qara. Qizlar nima o'zini xunuk bo'lib qoladi? Menimcha siqilganda. Menga qara, to'g'risini ayt. Nimaga siqilding? Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна. Bugungi kun zo'r bo'ldi. Rahmat. Mayli, ertaga yana ko'rishamiz. Mana hozir azga ishim bor edi, o'shani hal qilib ketishim kerak. Yaxshi boring. Chachmang. Я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Xullas, o'rtoqlar, men orzuyimdagi insonni topdim. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, reaksiya tashinglar. Sizlarga uni kimligini ko'rsataman. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Blogermisiz? Ha. Begitingiz bormi? Nimaga bunaqa savol? O'zim, prosta. Rasmini ko'rsam bo'ladimi? O'zingiznikichi? Ha, bor. Men galeriyaga kirib o'tirishim shart emas.